Miller modeli Phaeton brendiga tegishli. Aynan shu mashinaga 29 million chegirma bor desam ishonasizlarmi? Akalar, buni narxi hozir 291 million 760 ming so'm. Agar 100% to'lov bilan shunday to'lov olib chiqib ketaman desanglar, 29 million chegirmasi bor akalar. Bu model texnik xarakteristikasini aytib o'tib ketaman. Phaeton Miller modelimiz, Phaeton shu brendiga tegishli. Mana shu brendni eslab qo'yinglar akalar. Ko'p kishiga yoqyapti. Video bo'yicha ham, chiroy bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham akalar ishlatib yurishdi. Maslahat olinglar shu Phaeton olganlardan. Akalar qaranglar. Aynan bu modelimiz uzunligi borti 380, eniga 185, balandligi 40. Ichlarni ko'rsataman. Umumiy 3,5 tonnadan oshmagan, hisob 3,5 tonnadan oshmagan. Yuk ko'tarish qobiliyati 1 tonna 600. Bu degani 3,5 tonnadan oshmadimi? Demak, bu degani B-Bravo bilan bemalol haydasa bo'ladigan model. Aynan bu model motori 2 motor, 136 ot kuchlik benzinli dvigateli 2 motor bo'lgan, ya'ni bak qismi 60 litr benzinli, rasxoti где-то 12 ta, 13 ta shunaqa yeyapti deyishyapti ko'p kishi. Akalar, nima deysizlar bu modelga? Hozir данный moment tayyori bormi yo'qmi uni aniqlashtirib beraman, lekin akalar aynan mana shu boshqa modellar tayyor, boshqa modellar bor akalar. Aynan Phaeton Miller ko'p kishiga yoqayotgani uchun hozir o'chirtim olasizlar. Eng uzoq kutish 1 oy akalar, adashmasam. O'shanga nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqinglar, yana bir gaplashamiz. To'lov qiladigan bo'lsa yoki haydab ko'raman, mashinani ko'ray, qayta turibdi deydiganlar bo'lsa ham akalar, Toshkent Sergelida kelsalar bo'ladi, bemalol ko'rib gaplashamiz akalar, muammo yo'q. Mashinani ko'rib, haydab ishlatasizlar, konditsionerlarigacha bor, 5 ta pog'onalik. Ishlari ham yaxshi. Biz kalitini olib chiqishga erindim akalar, to'g'risi. Shunga hozir qo'y qoldim, kezinglar ko'rsataman hozir. Shu akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kutib qolaman sizlarni. Yengil yuklarga, kichkina joylarga, shaharda ichiga ishlataman deydiganlar uchun zo'r model. Tent, furgon, ref nima qilib olsanglar qolasizlar o'zlaringiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.